Bugungi darsimiz juda ham muhim dars, chunki ko'pchilik xato qiladigan so'zlarni men farqini o'rgatib chiqaman. Ko'pchilik inglizcha, o'zbekcha lug'at ishlatadi va buni natijasida mana bu big and large so'zini tarjimasi ikkalasi ham katta bo'lib chiqadi va bularni bir xil ekan, bir-biriga sinonim ekan deb o'ylashadi. Lekin bu so'zlarning bir-biridan katta farqi bor. To'g'ri, ba'zi bir holatlarda bir-biriga teng, lekin ba'zi bir holatlarda ularning farqi juda ham katta bo'ladi va bugungi darsimizda bilib olasiz. Nafaqat big and large, balki little and small va tall and high, ya'ni tarjimasi bir xil bo'lgan so'zlarni ishlatilishidagi va ma'nosidagi farqlarini bilib olasiz. Boshladik. Xo'p, big bu katta degani, to'g'rimi? Large degani ham katta degani. Lekin mana bu big so'zini biz statusga nisbatan ham, size'ga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin. Bu deganim nima deganim? Statusi degani birorta odamni mansabi yoki yoshi boshqa bir odamdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz big deyishimiz mumkin o'sha odam. Masalan, a big boss, ya'ni big boss degani eng yuqorida turuvchi, eng katta mansabli boss degani. Large deydigan bo'lsak, large bu faqatgina size, ya'ni o'lchamga nisbatan katta degan ma'noni bildiradi. U hech qanaqa mansabga, martabaga, yoshga aloqasi yo'q. Masalan, my big brother desam, bu mani katta akam degan, ya'ni mani yosh jihatdan katta akam degan. Lekin big faqatgina status, ya'ni yosh, martaba bilan cheklanmay, o'lchamga ham big ishlatish mumkin. Masalan, my big brother degani o'lcham jihatdan ham mani katta akam degan ma'no berishi mumkin. Lekin bu ma'noda kamroq ishlatiladi, ko'proq status jihatidan ishlatiladi. My big brother dedimmi, demak mani katta akam degan ma'noni bildiradi, yosh jihatdan. Ana endi large ga keladigan bo'lsak, large faqat o'lcham. My large brother dedimmi, bu o'lcham jihatdan mani yirik akam degani bo'ladi. Ya'ni akasi yo ukasi bo'lishi mumkin, lekin o'lcham jihatdan u yirik bo'ladi. Faqat o'lchamga large keladi. Asosiy farqi mana shunda. Ko'pchilik buni bir xil deb o'ylaydi, lekin large bu o'lcham, big bu ko'pincha martabani bildirishi mumkin ekan. Yoshni, martabani. Hop, big more universal than large. Ya'ni largedan ko'ra big ko'proq universal, ikkalasiga ham ketaveradi, large faqat o'lchamga. Bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi keyingisiga little and small ga o'tadigan bo'lsak, bu ikkalasini ham kichik deb tarjima qilinadi o'zbek tiliga, lekin ishlatilishida farqi bor. Xuddi shunday status va size bo'yicha qaraydigan bo'lsak, ya'ni biror narsani mansabi, martabasi, yoshi va o'lchami bo'yicha qaraydigan bo'lsak, little ikkalasiga ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni little kichik degani mansab jihatdan ham kichik bo'lishi mumkin, size o'lcham jihatdan ham kichik bo'lishi mumkin. Lekin siz small dedingizmi? Small faqat o'lcham jihatdan kichik degani. Uni yoshga, mansab, martabaga umuman aloqasi yo'q. Hop, masalan, a little person desam, bu degani ham o'lcham jihatdan kichik odam bo'lishi mumkin, ham mansab, martaba jihatidan kichik odam bo'lishi mumkin. Ana endi siz a little person emas, a small person deydigan bo'lsangiz, small bu faqat o'lcham jihatdan kichik odam degani. Mana shunga adashib qolmang. Hoppa, va yana bir bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana bu a little ni bu yoqda siz miqdor olmoshi bilan almashtirmang. Bu yoqda little va a little degan miqdor olmoshlari ham bor. Kam degan ma'noda ishlatiladi ular. Kam, biroz degan ma'noda. U alohida mavzu, miqdor olmoshi. Bu yoqda little sifat ma'nosida kelyapti shunchaki, ya'ni a little person bo'lishi mumkin. Bu yoqda hech qanaqa miqdor belgilanmayapti. Bu biroz odam yoki kam odam degani emas. A little person mansab jihatidan kichik odam yoki o'lcham jihatidan kichik odam bo'lishi mumkin ekan. Small boya aytganimdek faqat o'lcham jihatidan kichik degan. Bundan keyin mana shularni mana shu ma'nosiga qarab ishlating. Mana shunaqa farqi bor. Ana endi eng muhimlaridan biri. Mana bu tall bilan high ni farqini ko'pchilik bilmaydi. Ikkalasini ham uzun deb o'ylaydi yoki baland deb o'ylaydi. Lekin bularning katta farqi bor bir-biri bilan. Tall ga qaraydigan bo'lsangiz, tall bu faqat o'lcham uchun ishlatiladi. O'lchamga nisbatan uzun degan ma'noni bildiradi. Masalan, mani bo'yim uzun demoqchi bo'lsam, I am tall deyishim to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bo'yim uzun, I am tall.
yoki birorta baland bino bo'ladimi, baland daraxt bo'ladimi, unga ham the tree is very tall deb gapirishim mumkin. Ya'ni men o'lchami haqida gapiryapman. Ana endi siz highni ishlatishingiz mumkin. Qachon? O'lcham haqida gapirganda emas. Highni ishlatishingiz mumkin, masalan, narx haqida gapirganda, biror narsani narxi baland, narxi yuqori, harorat haqida gapirganingizda, harorat baland, harorat yuqori, yoki sifat haqida gapirganingiz, masalan, yuqori sifat degan ma'nolarda. Siz tallni bunaqa ma'nolar bilan, masalan, narxi baland demoqchi bo'lsangiz, tall deya olmaysiz. Tall chunki uzun, high bu baland va yuqori ekan. Masalan, biror narsani narxi haqida gapiramiz. The cost of this car is very high. Ya'ni bu mashinaning narxi juda baland yoki juda yuqori degani. Juda uzun deya olmayman, to'g'rimi? Masalan, today the temperature is very high. Ya'ni bugun temperatura, harorat juda baland. Xo'p, bu yoqda ham baland ma'nosida yoki yuqori ma'nosida aytsa bo'ladi. Uzun deb bo'lmaydi. Shuning uchun tall bilan highni adashtirib qo'ymang. Va yana bitta katta farqi bor. Mana bu gapni hech qachon aytmang, never say deganman. I am high deb qo'ymang hech qachon. I am highning ma'nosi kinolarda ko'rsangiz bo'ladi, informal, ya'ni norasmiy ibora. Kimdir narkotik modda iste'mol qilgan bo'lsa, I am high deb aytadi kinoda. Shuning uchun bu so'zni ishlatmagingiz ma'qul va high bilan tallni umuman adashtirib qo'ymanglar. Bugungi darsimiz shundan iborat bo'ldi. O'ylaymanki, foydali bo'ldi. Bu so'zlarni ishlatishda e'tiborliroq bo'ling. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.